Tog'shamol mahallasi, Abrozim ko'chasi hududida qurilishi boshlangan va davom etayotgan Abdulla Qodiriy nomidagi Jizzax davlat pedagogika universitetining 2,5 ming o'rinli o'quv bloki qurilish obyektining injeneriman. Bu obyektimiz 2021-yil shaffof qurilish tizimi orqali yutib olingan. Bu qurilish bizga shaffof tizim ancha qulayliklar yaratdi. Chunki hujjatlarni tayyorlash, ularni kserokopiyadan chiqarish, papkalar birinchi, ikkinchi papkalar bo'limlarini tayyorlashga ketadigan vaqtimizni obyektni ichki qismlarini butunlay hujjatlarini o'rganib chiqish va uni hududiga borib, joylarida o'rganib chiqishlarga bizga qo'shimcha vaqtlar yaratdi. Bu bizga juda qulayliklar yaratdi. Bu obyektimiz 2021-yilda boshlanib, 2025-yilda tugallanishi rejalashtirilgan. Bu obyektimizda yutib olish jarayonida shaffof tizim orqali yutganimiz bizga ancha qulaylik yaratgan, chunki obyektda inson omili qatnashmagan. O'zimizning qurilish bundan oldingi qurilish jarayonlarimizda to'plagan ballarimiz orqali obyektni yutib olish imkoniyati yaratilgan. Bu obyektimizda korrupsiya holatlari hech qanday rol o'ynamagan, chunki inson omili qatnashmaganidan korrupsiya holati kuzatilmaydi.